Dada, keling mashina yasaymiz. Ajoyib fikr o'g'lim. Keling shu tarvuzdan mashina yasaymiz. Rostdanmi, dada? Dada, qarang, juda chiroyli bo'ldi. Bu eng zo'r mashina bo'ladi o'g'lim. Vrum, vrum, bu eng zo'r mashina. Sekinroq hayda, chempion. Qara, tarvuz mashina. Bu juda kulgili ekan. E'tibor bermang, bolam. Mening mashinam. Mening mashina. Yiglama o'g'lim, hammasi yaxshi bo'ladi. Dada, Xafa bo'lma o'g'lim. Bir kuni mehnat qilib haqiqiy mashina olamiz. dada, biz ishlaymiz. Ha o'g'lim, mehnat qilamiz. Zo'r o'g'lim, davom etamiz. Men yordam beryapman. Dada, charcham lekin davom etaman. Barakalloh o'g'lim, mehnatimiz samara beradi. Dada, qarang, to'lib ketdi. Ha o'g'lim, mehnatimiz samara berdi. Yangi va shirin tarvuzlar. Marhamat, tatib ko'ring. Voy, juda shirin ekan. Rahmat, eng yaxshisi. Ko'ryapsanmi o'g'lim? Mehnatimiz natija bermoqda. Dada, biz yaqinlashyapmiz. Har kuni yaqinlashyapmiz, dada. Ha o'g'lim, sabr va mehnat. O'g'lim, menimcha tayyormiz. Rostdanmi, dada? Voy, juda chiroyli joy ekan. Ha o'g'lim, bu bizning yangi bosqichimiz. Dada, bu juda zo'r. Ha o'g'lim, bu bizning o'rzimiz. Tamom o'g'lim, endi u bizniki. Rostdanmi, dada, bu juda chiroyli mashina. Ha o'g'lim, bu bizning mehnatimiz natijasi. Dada, biz uddaladik. Ha o'g'lim, orzular mehnat bilan birga o'xshadi. Qanday qilib? Salom. Xayr, omad tilayman. O'g'lim, mehnat qilsang va halol bo'lsang, orzularing albatta usaladi. Dada, men ham sizdek kuchli va aqli bo'laman. Zoom, zoom, mening kesmam. Bu daryodan bir sakrashda o'taman. Salom Tobi, nega shunchaki o'tiribsan? Daryo bugun kuchliroq. Ehtiyot bo'lish yaxshi. Ehtiyotmi? Men qo'rqmayman. Qara, men hozir sakrayman. Ko'rdim, bilaman. Juda uzoq ekan. Voy, yetolmadim. Yordam bering, Tobi. Yordam bering, Tobi. Men kelyapman, Speedy. Mahkam tutun. Qobigimdan ushla, Speedy. Rahmat, Tobi, mahkam ushladim. Tobi, sen juda kuchlisan. Qirqoq ko'rinayapti. Biz yetdik, rahmat, Tobi. Men xato qildimmi? Tez bo'lish hammasi emas ekan. Tez bo'lish yaxshi, Speedy, lekin sabrli bo'lish ham muhim. Men tushundim, Tobi. Rahmat. Sen haqiqiy do'stsan, Tobi.
Endi maqtanmayman, yordam beraman. Kimga yordam kerak? Senga yordam kerakmi? Bugun juda ko'p narsani o'rgandim. Eng tez bo'lish yaxshi, lekin eng yaxshi do'st bo'lish undan ham yaxshi. Varragim daraxtga ilinib qoldi. Bu eng zo'r varrak. U hamma qushlardan ham balandroq uchadi. Bugun uchirish uchun eng zo'r kun. Salom Milo. Voy, varraging juda chiroyli. Men ham uchirib ko'rsam bo'ladimi? Qara, uchapti, uchapti. U juda ajoyib. Voy, juda kuchli. Yo'q, varragim. 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 Xafa bo'lma, biror yo'lini topamiz. Nima bo'ldi? Varragim daraxtga ilinib qoldi. Men daraxtlarga chiqishni bilaman. Balki yordam bera olarman. Men pastda savatni ushlab turaman. Yaqinlashyapman. Topdim, endi asta ichaman. Tushdi, ushlab oldik. Rahmat. Rahmat sizlarga. Men yo'lgiz buni qila olmasdim. Rahmat do'stlarim. Oldin varragimni bo'lishishni xohlamagandim, lekin sizlar yordam berdingiz. Do'stlar bir-biriga yordam beradi. Bo'lishsak, yanada qiziq bo'ladi. Birga uchraylikmi? Endi bu bizning varragimiz.